Sizlar da bilmadimmi, men ertalab uyqudan turishim bu eng qiyini men uchun, tushunyapsizlar? Budulni meni hech qachon turgiza olmaydi. Butun mahallani turgizsa, butun mahallani qaraqa bitta qo'shnim kiradi. Aka, budulnigini o'chirib qo'ysin, to'g'risi turib ketyapmiz. Ana shu darajagacha. Sahar 6 damaladigan kuningiz. Ayam turgizayotgan bu. Aya, nima turgizyapsiz? 6 oldi-yu, bugun damalayotgan kunim. Ha, mana ustingdagini yechib olay, yuvishim kerak edi. Keyin uxlarasan deb shunday g'ijimlab aytib ketadi. Bu qanaqasi? Ota qanday turgizadi bilasizmi? Ota men qizlarda turgizmaydi, bunday soatga qarab. Endi 1:30 bo'libdi, uxlaversin. Bu o'g'il bolalardachi? Qani, nima qilyapti? Uxlayapti. Kechqurun 12 da. Tushunyapsizlar? Opa akalarga umuman, bor turgizib chiqib ukangni demanglar to'g'risi. Ichida bir marta o'ylaydi, mahallani boshiga chiqib turib, ichida uch o'tiring deb o'ylab qo'yadi, bo'ldi. Keyin aya aytdim, turmadi. Bazar chaqirdim, sepinglar akalar ustiga. Bo'ldi, xuddi shu. Ukaga misol bor turgizib chiq desa, yo o'ldirib qo'yadi o'tgan safargidek kerak.